Assalomu alaykum azizlarim. Bugun men sizlarga ajoyib Turkiyani bir baqlajondan bular do'lma qilarkan, shunaqa taomini tayyorlab ko'rsataman. Uning uchun mana bir bakal guruch olamiz. Bir bakal guruchimizni olib, yaxshilab chiroyli qilib yuvamiz. Guruchimiz o'zimizda oddiy osh qiladigan guruch. Uni sovuq suvda yaxshilab chiroyli qilib yuvib olamizda. Men o'zim bu taomni birinchi marta tayyorladim. Keyin ichiga hamma xohlagan pripravasini solsin. Kim nima priprava xohlasa, kim misol uchun achchiq yaxshi ko'radi, kim shirin yaxshi ko'radi. Men xohlagan pripravalarimni soldim. Men ko'proq priprava soldim, chunki pripravasi ko'p taomlarni yaxshi ko'rib yeyman. Shuning uchun. Keyin uyda tomat bor edi. Bolgarskiyadan tomat bor edi, pomidordan tomat bor edi. Ikkalasidan ham soldim. Keyin pomidor sokini soldim ustidan. Mana bu bolgarskining tomati. Keyin bunisi pomidorli tomati. Bular pomidordan ham bolgarskiyadan ham alohida tomat qilarkan. Keyin bir dona limonni oldimda, limon suvini ham yaxshilab siqib olib, bir dona limon suvini ham sog'ordim ichiga. Albatta limon suvini unutmanglar, chunki limon solsalaring mazasi o'zgacha bo'ladi. Mana limon suvini soldim. Pomidorni suvini soldim. Keyin uyda nima bor edi? Mana zelin. Kim qanaqa zelin xohlasa solsin, xohlamaganlar ba'zilar zelin xohlamaydi, solmasligi ham mumkin. Men yog' solishni unutibman. Buni keyin gazga qo'ydimda ozgina qovurib oldim gazda. Mana shu cho'mich bilan bir cho'mich yog' soldim bunga. Albatta yog' solinglar, yog' solmasalaring bo'lmaydi, quruq bo'lib qoladi. Men yog' solishni unutibman. Keyin video qila olmadim, lekin yog' soldim. Keyin mana shunaqa nima ovqat taom tayyorlansam ekan bugun iftorlikka deb balkonga chiqsam, mana shuni topib oldim. Baqlajonni quritilgani. Bu yerda bor ekan, Turkiyada bilmayman bizda bormi yo'qmi, men hech ko'rmaganman. Birinchi marta tayyorlashim, birinchi marta ko'rishim baqlajonni quritilganini. Ayniqsa baqlajondan do'lmani birinchi marta tayyorlashim. Hech ko'rmaganman. Keyin mana shunday iplarga terib qo'yarkan, bu qurirkan, ichini olarkan, ammo ichida yo'q baqlajon, hech narsa yo'q. Mana shunday qilib suvda 20 daqiqa qaynatib olamizda. Keyin suvdan olib yaxday suvga solamiz. Yaxday suvda 2 minutcha turadi. Ipini yechmaymiz qizlar, ipini oxirida yechamiz. Ipini yechib tashlasalaring suvdan olishga ozgina qiynalib qolasizlar. Shuning uchun ipini yechmaganlaring ma'qul. Mana suvdan olamizda. Keyin endi buni ipini kesib olsak bo'ladi. Xohlaganlar yechib olsin, men kesib oldim ipini. Mana shunday qilib kesib oldim. Mana marjondek qilib terib chiqqan. Malades, omadini bersin. Men hech qachon ko'rmagan edim bunaqa narsani. Keyin esa bularni ichiga tayyor guruchlarimizni endi ichini ochib buni solarkanmiz. Yaxshilab chiroyli qilib solamiz. To'ldirmaymiz, lekin yarim qilamiz. Bilasizlar, guruch ishib pishgancha to o'zi to'lib qoladi. Do'stlarim, baqlajonlarimni hammasini ana shunaqa qilib to'ldirib chiqdim. Ichini to'ldirib, chiroyli qilib terib chiqdim. Mana shunaqa bo'ldi. Keyin bularni hammasini olib, qozonni ichiga solib, chiroyli qilib terdimda. Mana shunday qilib, ustidan qaynoq suv qo'ydim. Albatta qaynoq suv qo'yinglar. Qaynoq suv qo'ygandan keyin uni 30 daqiqa qaynatib olarkanmiz. Past olovda, lekin shuni unutmanglar, past olovda qaynatamiz. Tayyorlab ko'rmaganlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu magazinlarda ham bor ekan. Men magazinlarda ham bu baqlajonni quritilganini ko'rgan edim. Bolgarskiyaning baqlajonni quritilgani bor magazinlarda ham. Mana qaynab chiqdi suvlarimiz. Chiroyli bo'ldi. Ustidan bir cho'mich yog' qo'yib yuboramiz. Mana shunday yog' qo'ysak, yaltirab chiqar ekan taomimiz. Shuning uchun albatta yog' qo'yinglar, yog' qo'yishni unutmanglar. Yog' qo'ygandan keyin ham 5 daqiqacha qaynatib oldimda, keyin iftorlikka buni mazza qilib yedik mana. Buni mana shunday qatiqqa aralashtirib yergan. Bu yerda qatiqni yogurt deb qo'yadi. Do'stlarim, albatta tayyorlab yenglar qizlar. Tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha, juda ham mazali taom. Hammani ro'zalarini Allohim qabul qilsin. Ro'za tuta olmaganlarni Allohimni o'zi kechirsin.
sog' salomat bo'linglar qizlar. Keyingi videolarimda ko'rishguncha g'oyibona.